Bankomatdan pulni yechdik, humo kartaga tushgan pullarni alhamdulillah kinondan ziyod pul yig'ildi. Hozir buni egasiga olib topshiramiz. Mana hozir yana keldim. O'sha kartadan tushgan pulni yechib berdim. Yana mana shu yakshanba kungacha xudo xolisa sizlardan umidim katta. Bugun salqin tushib qoldi ancha. Uyga tezroq yetib olishimiz kerak. Yo'q, endi siz shunga xudo xolisa bo'lyapti. Ichimizda ham elektr ishlari boshlanibdi, santexniklar ham. O'zi uylari mana shu. Mana shu uyda hozir holatda yashab ketganlar. Buni tepadagi strapiladan olishgan, to'siqlardan olishgan. Sababi nari uyga yog'och yetmagan hisobiga mana shu yashab turgan uydagi yog'ochlarni o'shani strapilar yana to'siq sanab tushungan, ustalarni tushunsa kerak. Yetmagani uchun mana shu uyda olishgan. Hozirgi kunda mana shu uyda yashashyapti. Shunga iltimos qilardim. Bizning kuzatganingizlar qo'ldan kelgancha bir hafta yana inshaalloh imkoniyatimiz bor. Mana shu yakshanba kungacha juda katta ehson qilishdan so'rab qoladim. Zakotini hisobga yetgan aloqaga chiqinglar. Tezroq mana shu ro'yxatimizga olinadi. Bu yangi uyga ko'chirib o'tkazaylik. Sizlar sababli xudo xolisa ehsonda bardam bo'linglar. Mana shu yog'ingarchilik boshlanib qolsa, bosib qolish mumkin, o'sha o'pirilish boshlanadi. Tezroq bitirishimiz kerak. Imkon qadar mana shu karta orqali ehson qilinglar.